Bunaqa yashash jonimga tegdi. Nima va'dalar bergandingiz a? Boshimiz qarzdan chiqmaydi. Siz bilan butun umr qarz to'lab yashash niyatim yo'q. Nima? Meni aybim sizlarni xohlaganinglarni qilganim. Men bunaqa hayotni xohlamaganman. Hammasiga aybdor onangiz. Nima? Ketaman onamnikiga. Farzandli bo'lmasdan oldin qutulaman. Uzoq 2 oyda beraman deganding-ku, labzing bormi? Men senga ishonib berganman bu pullarni. Yana 2 hafta sabr qilib turgin. Beraman. Agar 2 hafta olib kelmasang, sen bilan sudda ko'rishamiz, tushundingmi? Qo'limizda hujjat bor. Hech narsa qila olmaydi. Nima bo'lsa kelib olib chiq. Bor, tezlash. Hey, u meni sarpamdan, qo'yinglar joyiga. Ering qarzini to'lasin, keyin olasan. Yur. Iloho amin. 2 yosh baxtli saodatli bo'lsin. Qo'shganimdan qo'sha qarasin. Uvali juvali ser farzand, ser davlat bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Keling qo'ylaylik. Siz kechib qo'ydim. 2000 dollar desam bo'ladi. 2000 dollarga? Eshittiring, to'yimiz eng zo'r restoranda bo'ladi. Eng mashhur artistlar, Munisa Rizayeva, Tohir Sodiqov, Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova kelib, qirolicha mana ashulasi bor-ku, o'shani aytganida biz valsga tushamiz. Keyin hamma dugonalarim kuyib oladi. Yo'q-e. Biz kelishgandik-ku sen bilan. Ixchamgina to'y qilamiz deb. O'sha dugonalaringning gapi baxtli qiladimi bizni? Fikrim o'zgardi. Men ham dugonalarim to'yini ko'rdim. Kutganimda ko'p narsa bo'ldi. Inson bir marta dunyoga keladi. Men ham birinchi marta turmush quryapman. O'zimning orzularim bor. Xo'p-deng. Oyi, nima keragi bor shuncha ortiqcha xarajatni? Dabdabali to'yni, olmoqchi bo'lgan kreditimizni, o'sha nima deydi degan odamlaringiz ertaga to'ydan keyin to'lab beradimi birga? Ishi ham bo'lmaydi-yu. Men ham dunyoga bir marta kelaman. Qo'shni, qarindosh, urug'i oldida dabdabali to'y qilaman deb orzu havas qilganman. Xo'p degan.